Mana Ramazonning birinchi 10 kunligi ham o'tib ketdi. Mana shu vidolashuv asnosida qalbni o'rtab turgan bir necha savollar bor. Bu kunlar o'z sahifalarida bizning foydamizga nimalarni saqladi-yu, zararimizga nimalarni saqladi ekan. Mana shu dinning g'ami, tashvishlarimizning qanchasiga to'g'ri keladi? Biz u uchun yashaymizmi yoki o'zimiz va shaxsimiz uchun yashaymizmi? U uchun qancha harakat qilamiz? Qancha g'amimiz din uchun? Hayot kechirish, yashashda inson o'zidan boshqa barcha maxluqotlar bilan mushtarakdir. Ular o'rtasidagi farq himmatlar oliy bo'lganda, maqsadlar buyuklashgandagina vujudga keladi. Ikkinchi 10 kunlikning avvalida mening va sizning nasibamiz Allohning kalomida zikr qilingan ular xotin xalajlar bilan qolishga rozi bo'ldilar, ya'ni jihodga chiqmadilar. Shunday kishilarning holiga o'xshab qolmasligini umid qilaman.